Bu oqdog'lar menda bir 10 yilga yaqin bo'lib qoldi paydo bo'lganiga. Men Qirg'izistondan keldim. Ismim Botirjon. Sekin-sekin hali ko'payib shundan birdaniga bir massaj oldim. Massajdan keyin avji ko'tarib ketdi-da, boshim aylanib to'xtamay qo'ydi. Endi hali yong'oq kugizni bosib ko'rdi-da, tuxumni bosib ko'rib, tuxumni yog'ini chiqarib ko'rib, qilmagan narsa qolmadi. Garantiyam bormi? Bitta shifo topgan odamim bormi, yo'qmi so'rardim-da men. Ko'rsatmaga bitta odam ko'rsatsam ko'rsatolmas edi. Do'stlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ahli ayolimizga, oilamizga hech kim misali bir marta yuzimga solmagan. 4 oyda shunday natija. 4 oyda shunday natijaga yetishdik. Bu narsamda og'riq emas, achishmaydi, qonamaydi, bir qichishmaydi. Shunchaki hali odamni qanday deysiz bunday biroq o'tiribda, yuzingga qaraganda o'zing bir asabing buziladi-da. Tavsiya qila olmayman, tavsiya qilaman. Assalomu alaykum azizlar. Har bir insonning o'z hayot hikoyasi bor. Ba'zilar uchun esa bu hayot hikoyasi vitiligo tashxisi qo'yilgandan so'ng yangi sahifalar ila qaytadan boshlanadi. Oqdog'lar sabab bo'lgan ichki kechinmalar, izlanishlar va umidsizliklarni yengib o'tgan yurtdoshimiz bilan bugun suhbatlashamiz. Yana bir bora. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, alhamdulillah. Qiynalmasdan yaxshi keldingizmi? inshaalloh. Uzoq yo'llar bosib kelibsiz. Shunaqa. Qayerlardan keldingiz? Men Qirg'izistondan keldim. Qizilqiya shahridan. Ismim Botirjon. Yaxshi, Botirjon aka, studiyamizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Ushbu hayot yo'lingizdagi sinovli kunlarni kelib biz bilan bo'lishayotganingiz uchun, bizni tomosha qilayotganlarga motivatsiya berayotganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Savollarimizga o'tsak, oqdog'lar sizda qachondan beri bor? Qachondan beri bu kasallik bilan kurashib kelyapsiz? Qayerlaringizda paydo bo'ldi? Shular haqida to'xtalsak. Bu oqdog'lar menda bir 10 yilga yaqin bo'lib qoldi paydo bo'lganiga. U ko'p emas-da. Bitta bor edi. Keyin mana bir 3-4 yil bo'lib qoldi, avjiga chiqib ketdi bir. 5-yil bo'lyapti ekan. 5 yil nima bo'lib qolganiga. Unga sababchi bo'lgan narsa bir qattiq og'rib qoldim. Bu narsa stress bo'lganda, bir narsa asabingiz buzilganda ko'payadigan narsa ekan bu. To'g'ri. Nimadandir qo'rqqaningizda stress bo'lsa ko'payadi yoki avloddan avlodga yuqadi. Demak, sizda stress bilan boshlangan. Bizda avlodimizda unaqa narsa yo'q. Hech avlodimiz unaqa eshitmaganmiz endi. Meniki asli stress kasallik orqali bo'ldi. Keyin bunga sababchi bo'lgan gormon ko'p sayyorishgan, menga ukol qilishgan endi. Gormon ukol deb qo'yar ekan. Endi tezroq sog'aysin deb, ular yomon bo'lsin demagan. No gormonal narushение bo'lib ketdi deb ham diagnoz qo'yishdi. Yuz sohalarimda, qo'llarimda ko'payib ketgan bu narsa. Birinchi bo'lib qayeringizdan boshlandi? Qo'limda boshlangan. Ha, qo'lingizdan boshlandi. Siz kasal bo'lib, demak, davolanishga yotgansiz va shu orqali stress bo'lib, qo'llaringizdan boshlandi. Davolanib chiqqandan keyin bo'lgan. Ha, davolanib chiqqaningizdan keyin bo'ldi. Keyin boshlangan narsa. Qo'llarimda paydo bo'ldi. Keyin sekin yuzimga chiqdi. Bir chiqib bir yo'qoldi. Bu yo'qolgan sabab har xil bir dorilar qilib ko'r deganda endi bu narsaga jicha asabingiz buzilsalarni qo'yib ketar, avj olib ketadigan narsa ekanda bu. Ha, haqiqatda to'g'ri. Siz nimandir o'ylayverganingiz sari, bir narsadan siqilaverganingiz sari bu kuchayadigan, tarqab boraveradigan kasallikda. Shunaqa ekan. Qanaqa kasal ekan. Demak, sizning yuzlaringizda ham bo'lgan. Yuzlarim to'liq oq-qora. Ancha qorayib, ko'z tegmasin. Hali muolaja davom etyapti, to'g'rimi? Muolaja davom etyapti. Ha, demak, hali mana bu qora joylaringizda bo'lganda, demak. Ha, demak, bular ham yo'q bo'lib ketadi, xudo xohlasa. Muolajani tugatganingizdan so'ng. Nima bo'lib o'zi kasal bo'lgansiz? To'xtalsak bo'ladimi shunga? Bo'ladi. Men endi haligi sal biz tomonda issiqroq edi, bir 5 yil burun. Bir uzoq safarga chiqib qoldikda, borib sovuq joyda qolib qoldikda. Biz borgan sari yurganimiz sari yaqinlashib bir Rossiya chegarasiga borganmizda. Ha. Katta mashina minib borib qolganmiz. Ashna borganimizda sovuq o'tib qolgan menga. Kechasi charchaganmiz. Pechka yoqilgan, issiq bo'yicha uxlab qolganmiz. Tellab, shamollab qolganman men. Shamollab qolib, mana quloqda bir vestibulyarniy degan apparat degan narsa bor ekan, ashna sovuq o'tib qolib, boshim aylanib qolgan. Boshim aylanib, o'zim bilmay qolganman-da. U narsa kelgandan keyin bir 2-3 oydan keyin boshlangan bir
boshim aylanib sekin hali ko'payib shundan birdaniga bir massaj oluvdim. Massajdan keyin avji ko'tarib ketdi-da, boshim aylanib to'xtamay qo'ydi. To'xtamay qo'yib bansi yotib qolganman. Bansi yotib qolgandan keyin menga endi tezroq odamlar, doktorlar shunaqa ekan hozir endi har xil dorilar emas, endi shu gormonni sayib odamni haligi ichidan tezroq kuchaytirmoqchi bo'lishar ekan, boshqa ziyon ko'proq bo'lar ekan. Tezroq sog'ayib chiqib ketsin bemorimiz deb aytishganda ular ham. Shunaqa bo'lgan. Ular yomon bo'lsin demagan, ziyoni ko'proq bo'lgan menga. Demak, bu gormonal o'zgarish deb tashxis qo'yishgan boshqa doktorlar. Shunday deb qo'yishgan. Qayerlarga bordingiz bu oqdog'dan davolanish uchun? Ko'p joyga bordim. Ko'p joylarga bordim. Shifo topmadim. Topdim desam yolg'on bo'lib qolardi. Ko'p pul sarfladim. Endi yong'oq kuygizni bosib ko'rdi-da, tuxumni bosib ko'rib, tuxumni yog'ini chiqarib ko'rib, qilmagan narsa qolmadi. Ko'p narsalar qildim. Haqiqatda juda ajoyib ma'lumotlarni. To'g'ri. Bu kimgadir ta'sir qilishi mumkin. Bunday anaqalar. Nima deydi? Bunday muolajalar kimgadir ta'sir qiladi. Lekin butunlay yo'q qilib yormaydi-da. Shunaqa bo'lishi mumkin. Kimgadir nojo'ya ta'sir qilishi ham mumkin. Chunki ko'p bemorlar bilan gaplashganimizda o'sha hozir siz aytganingizdek yog' kuydirib ko'rdik, u qildik, bu qildik deb aytishadi. Boshida yo'q bo'lib turdi-da, keyin yana birdaniga qo'zg'ab ketib qoldi, yana ko'payib ketib qoldi deyshadi. Sizda ko'payishlar bo'lmadimi? Menda ko'payish ham bo'lmadi, ozayish ham bo'lmadi. Ozayish. Qanday bo'lsa shundayligicha qoldi. Qanday bo'lsa shunday bo'lib o'zgarish ham bo'lmadi. Keyin bu narsaga quyosh nuri yoqmas ekan. Buni bilib qo'ydim. Quyosh nuriga chiqsangiz yana ham balki bir avjalar ekan. Ha, yana ham o'zni kundan ehtiyot qilish kerak ekan. Ayniqsa mana bunday hozir yurtimizga kechayotgan issiq kunlarda Qirg'izistonda qarang, bunda shunday issiq Qirg'izistonda ham issiq. Issiq, bunchalik emas u issiq. Bunchalik emas. Endi qardosh xalqlarimiz bizda bir xil iqlimimiz. Shunaqa. Ha, tushunarli. Qomus kapsulalarimizni qayerda ko'rib qoldingiz? Qomus kapsulasini bizda bir xo'ja akamiz bor. U odamni yuzda dog'larini ko'rgandim. Endi bu narsani so'rash qiyin narsa-da. Bu nima bo'ldingiz, qanday bo'ldingiz so'ra, chunki o'zimda bu narsa o'tadi-da bu narsa. Hoji akadan so'rasam, shunaqa qomus dedi, to'liq ayta olmadi. Bir surati bormi desam, nima bo'ldi, aytmadim yo qizg'andimmi, menga aytmadi. Menimcha ularning ichlarida ham nima desa bo'ladi, qandaydir bir xijolatchilik bo'lgandir-da. Chunki bu kasallik, mana o'zingiz ham boshimdan o'tkazdim deyapsiz, xijolatchilik, kimdir aytishga uyaladi, boshqa sabablari. Qaytib so'ragani men ham botna olmadim-da. Hoji aka buni bering degani, endi mayli aytib kelmadi, bo'pti, mayli. Esdan chiqib qoldimi? Endi bilsam bunaqa ustida korobkasi bor ekan mana dorini. Ashunisini bersa ham bo'lardi, buncha bir xafa ham bo'ldim. Keyin bir Instagramda chiqib qoldi. Qomus degan hoji aka aytgan shu ekanda deb qo'ydim-u. Yozdim. Yozib turib endi shu vaqtda javob kelmadi menga. Shu bir 5-10 minutda kelish kerak deb o'zimcha o'ylabman-da, endi kelmadi. Shu bilan o'zim boshqa ishlar bilan kirishib ketdim, esimdan chiqib qoldi. Instagramga uncha-muncha kirmayman-da endi. Unutib qoldim, esdan chiqib qoldi. Oradan 1 oymikin o'tgandan keyin yana telefonda qo'limga olib nima ko'rsam, soобщениyaga kirsam, javob shu mahalda kelgan ekan menga. Ha, tushunarli. Kelgan ekan. Kelib, o'sha siz maqsad so'rabsiz, maqsad deb javob kelgan ekan. Keyin ashna orqali gaplashdik. Bir qiz bilan gaplashdik, u qizga gaplashdik, aytdik. Shunaqa dorilarni men o'zimning dardim aytdim. Desam u qiz ham shifo beradi dedi. No, men ko'pchilikka nima qilib, meni bu qo'mizga boshida ishonmadim men. Ko'pchilikka dorini so'raganimda men endi bilmayman, ya'ni bu o'rismatda o'qiganman, haligi o'rischa prinsip bilan nima qilib garantiyam bormi, bitta shifo topgan odam men bormi, yo'qmi so'rardim-da men. Ko'rsat menga, bitta odam ko'rsatsam ko'rsata olmas edi. Shifo Allohdan. Keyin bunga qiziqqan joyim hoji akaning yuzini ko'rganman-da men. Hali do posle deganda burun qanaqa edi, keyin hali ichgandan keyin qanaqa bo'lganini ko'rdim-da. Shunga keyin qiziqib qolib shu mahsulot to'xtandimda keyin. Ha, shundan so'ng ya'ni o'sha hoji akani ko'rib sizda ishonch paydo bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Ishonch paydo bo'ldi. Haqiqatda ishonmaslik ko'pchilikda bor-da, ayniqsa hozirgi kunda. Chunki mana hozir o'zingiz aytyapsiz, 10 yil bo'lib qoldi deyapsiz, kurashayotganimga. 10 yil ichida odam sog'lig'i uchun hamma narsaga tayyor-da. Hammasi tayyor bo'ladi. Qancha pul ketkazadi, boshqa bo'ladi, hech anaqa. Hech narsasi yo'q. Shuncha narsadan foyda bo'lmagandan so'ng albatta ishonch qoladimi? Ko'ngil soviydi. Ko'ngil soviydi albatta. Odam ko'nadi hamma yoqqa.
Shunday bo'ldi, endi shunday yashayveraman degan payt ham bo'ldimi? Bo'ldi. Allohdan hatto so'radim. Allohim shu yuzimni oqartirib ham qo'ygin-da, mana shu ollarni yo'qib qo'ygin deb ham so'rangan bu kunlar. Duo qilganlarim bo'lgan. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Statistikaga ko'ra, tomoshabinlarimizning 90% kanalimizga obuna bo'lmagan. Keling, buni birgalikda o'zgartiramiz. Buning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning bitta harakatingiz videolarimizni oq dog'lar muammosidan aziyat chekayotgan insonlarga yetkazib, ularning shifo topishiga sabab bo'lishi mumkin. Balki aynan siz kimningdir shifo topishiga umid bag'ishlarsiz. Tuzalayotganingizdan biz juda ham xursandmiz. Rahmat. Mana yuzlaringizni ko'rib, men hali oldingi holatini ko'rmadim. Hozir suhbatimiz davomida oldingi holatini ham Oldingi holati ko'ramiz. o'ta xunuk. Mutaxassislarimizga tashlab bergansiz suratlarni. Mutaxassislarimiz qanchada xabar olib turishdi sizdan? Men mutaxassislar bilan ko'p gaplashdim. Bir hafta misol 3-4 marta ham yozishamiz. Ular yozib qolsa men javob beraman, qolsam xat nima qilib, голосовой qilib yozamiz. Ana shunaqa qilib ketasiga bir haftada 2-3 marta gaplashib turdik. Hozir ham gaplashyapmiz. Hozir ham gaplashib turibsizlar. Qanchadan beri muolaja qilyapsiz va qanchada ta'sirini his qildingiz? Men bu narsani 12-aprelda olganman. Mana shu 26-yil. 26-yil, 12-aprelda gaplashib, 12-aprelda olmaganman, 12-aprelda gaplashib nima qilib qo'yganmiz. Shu bir 15-aprellardankin olib, lecheniya shunda boshlangan. Shunda 15-aprel 4 oy bo'lyapti. 4 oyda 4 oyda shunday natija. 4 oyda shunday natijaga yetishdik. Ko'z tegmasin. Biz juda ham xursandmiz bundan. Rahmat. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Yuz holatingiz shu qo'llaringizda ham Qo'limlarimda ham bor, katta bor. tangadan narsalar Hozir yo'q bo'lib ketgan. Bor, oz qoldi. oz qoldi. Yaxshi. Bundan juda ham demak hali muolaja davom etyapti. Muolaja davom etyapti, o'ta olsa. Qancha yana olishingiz kerak deyapti mutaxassislarimiz. Mutaxassislarimiz uni vaqtini aytgani yo'q. Aytishmadi hali. Yo'q, endi uni misolchi ular ham nima emasda bilmaydi, qancha vaqtda ta'sir qiladi. Endi Xudoning shifogar hozir ham bor, o'zimda olgan mahsulotlarim bor. Bu narsani men 4 oy ichida yaxshi. 4 oy Men o'zimni qoniqyapman shu narsagacha. Yana ishonch paydo bo'ldimi o'zingizda? O'zingizda. Bundan juda ham xursandmiz. Hozir do'stlarning davrasida ham yurishlari uchun boshqacha bo'lsa kerak. Do'stlarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Ayolimizga, oilamizga hech kim misali bir marta yuzimga solmagan. Baraka topsin. Mazza. Baraka topsin. Shunday yaxshi. Shunday yaxshi insonlar bilan bir qatorda bo'lish, bu haqiqatda baxt. Allohning bergan bir chiroyli kunlardan biri. Sinovlar beribdi. Mana sabrlar ortidan 10 yillik sabr ortidan mana natijasini ko'rayotgan ekansiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Juda xursandmiz. Demak, mutaxassislarimiz xabarlarni olib turishibdi. Dorilar tugab qolsa, yetkazib berish xizmatimiz qanday bo'lyapti? Yetkazib berish muammo emas, gaplashamiz. Taksidan sovurishadi, men chegaradan o'taman. Olib qaytaman. O'sha chegaradan o'tish bo'yicha chegaragacha olib kelib berishadi bolalar. Chegaragacha olib borib berishyapti. Olib kelib berishadi. Hech qanday muammolar bo'lmayapti. Muammo yo'q. Sizni o'tish, qaytishingizga ham qiyinchiliklar tug'dirmayaptimi? Yo'q. U yerlarda ham xudo xohlasa filiallarimizni ochib, u yerdagi bemorlarga ham chiroyli, masalan, yetkazib berish xizmatlarimizda ham qoqilmasdan, toymasdan yetkazib berishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Yana bir o'sha davrlarga qaytsak, mana shu og'riqli davrlarga, og'riqli, sinovli kunlarga qaytsak. Do'stlar davrasida yaxshi bo'ldi deyapsiz. Do'stlarimiz o'ta yaxshi bo'ldi. Nima hech qanday gap so'zlardan yiroq bo'ldik deyapsiz. Lekin baribir o'zingizni ichingizda shunday narsalar o'tgandir, o'zingizni ichingizda. Bu narsa o'tmaslik iloji yo'q. Iloji yo'q, albatta. Iloji yo'q. Endi o'rtoqlarim, oila a'zolarim hech unga bir martamni yuzimga solmagan. No degan joyi bor, haligi naqada endi ko'chada bunday bu narsamday og'riq emas, achishmaydi, qonamaydi, bir qichishmaydi. Shunchaki hali odamni qanday desiz, haligi bunday birov keltiribdi, yuzingga qaraganda o'zing bir asabing buziladi-da. Endi bizda srednyaziya mentalitet shunaqada. So'ramay tek qo'ymaydi-da. Nima bo'ldi endi? Ayni shunaqa dardni nimaga unaqa? Seni oilangda yo'q edi-yu. Qiziquvchan nimaga sen bunaqa bo'ldi? So'ramay o'tib ketaverdi, jonivor degani bir ham allaqib asabingiz buzib ketadi. To'g'ri. Asha savollar qiynardi xolos meni. Bu savollarni o'ylayverganing sari bu yoqda haligi deb endi har xil xayol keladi, tak uni og'ir achishi, bir og'riqlik narsa sezilmaydi bu narsa. Shunchaki haligi yuqumli narsa ham emas bu.
Shunchaki gap so'zlar, gap so'z birov kelib xijolatchilik shunday hissi. betingga yuzingga tikilib tomosha qilib qo'yganda hozir so'raydi deb o'zimni to'g'irlaydigan bo'lib qolganman. Hozir so'raydi deb qolaman. Sezasiz, hozir kelib mana shu narsani siz savol berishadi. So'ramay turib savol bermay turib, shunaqa bo'ldim deyishni ham boshladim. Haqiqatda bu insonning ichidan o'tadigan og'riqlarda, Shunaqa. kechirmalar. Endi hali kulib qo'yasiz, ichingizda bir anaqa bo'lasizda baribir. Haqiqatda ayniqsa hozirgi kunda bu narsa juda nima deydi, odamlarimizni orasida o'sha gap so'zlar, boshqalarda xijolatchilik bo'lish, tuyulish Shunaqa. bizni xalqimizga ham bu xalqimizda ham bor narsada. Shunaqa. Oldindan andisha qilamiz, uyalamiz, shundan kelib chiqadi. Mayli. Lekin hozir ko'rinishingiz yaxshi, Ko'rinish emasmi? yaxshi. Menimcha yana bir 2 oy, 4 oy butunlay yo'q bo'lib ketsa Xudo kerak. xolasa. Xudo xolasa. Teringizda oq dog'lar paydo bo'ldimi? Uyalib, odamlar orasida yura olmayapsizmi? Vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi xastalikka chalingan insonlar ommadan o'zini berkitib, doimiy tarzda xijolatchilik hissida yurishadi. Bilasizmi? Bu kasallikning davosi bor. Lekin ko'pchilik buni bilmaydi va ko'p vaqt yo'qotadi. Qancha kechiksangiz, davolash shuncha qiyinlashib boradi. Dog'lar bo'lsa, kattalashib boraveradi. Lekin sizda yuqoridagi holatlar bo'lishidan oldin bu darddan qutulish imkoniyati bor. Biz sizga sinalgan va samarali vosita Qomus kapsulalarini tavsiya qilamiz. Bugungacha 20 mingdan ortiq bemorlar Qomus kapsulasi orqali oq dog'lardan xalos bo'lishdi. Qomus kapsulasi haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, quyidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. YouTube orqali ko'rib murojaat qilayotganingizni aytsangiz, 30% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Siz eng to'g'ri tanlov qilishingizga ishonamiz. Natijasini qanchada sezdingiz? Natijasini 1 oy bo'lib bo'lmay sezganman men. Muhammadjon degan bola bilan gaplashib turdim. Mutaxassisimiz. Mutaxassislar bilan. U bola ham endi ko'p motivatsiya berdi. Aka, xudo xolasa mana zo'r bo'lasiz deb. Motivatsiyani U bola bilan berdilar. ko'rishmadik. Faqat Telefon orqali gaplashdik, ikkalamiz shunday bir aka-uka bo'lib qoldik endi Ali bola bilan. Endi Ali bolamning nimasi bilanmi, endi qanday bo'ldi, Alloh shifo berdi-da endi. Shu 1 oy bo'lmay turib xolchalar paydo bo'ldi. Uni suratlarini tashab turdim. Muhammadjon nima bo'lyapti? Sen tashang deydi, tashayman. Aka zo'r bo'lyapti deydi. Yaxshi. Demak, mutaxassislarimizdan ko'nglingiz to'q. Xudo xolasa. Muomalalari yaxshi. Muomala вообще zo'r. Yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, yana bir bemorimiz o'z og'izlari bilan aytib turibdilar. Mutaxassislarimizning muomalalari yaxshi, bemalol qo'rqmasdan murojaat qilishingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldirganmiz. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Menda mana shunday holatlar bo'lyapti, mutaxassislarimizga tushuntirsangiz, ular sizga o'z tavsiyalarini beradilar. Dorilarimiz haqida barchasini sizga tushuntirib o'tadilar. Biz sizni YouTube orqali ko'rib, telefon qilyapmiz. Mana Botirjon akamiz intervyu bergan ekanlar Qirg'izistondan kelib. Mana shuni ko'rib qo'ng'iroq qilyapmiz deb aytsangiz, sizga 30% lik chegirmani ham qilib beradilar. Shoshiling do'stlar. Demak, Qirg'iziston chegarasidan olib olyapman deyapsiz. Yetkazib berish xizmatlari yaxshi. Yaxshi. Mutaxassislarimiz hammasi joyida. Xush kelibsiz yana bir bora. Rahmat. Yana bir bora aytib, shuncha yo'l bosib kelib, mana shunday issiq kunda o'zingizni hayot kechirmangizni bizni kuzatayotgan tomoshabinlarga ham gapirib berib, ularga ham motivatsiya berayotganingiz uchun rahmat kattakon sizga. Yana bir narsani tomoshabinlarimiz uchun aytib o'tsangiz, mana shu vitiligo bilan kurashayotgan bemorlarimizga nimalarni tavsiya qilasiz? O'zingizni hayotingizdan, mana o'zingizni bosib o'tgan sinovingizdan kelib chiqib, nimalarni tushundingiz, nimalarni angladingiz? Masalan, ko'pchilik aytadi, siqilish kerak emas ekan, gaplarga e'tibor berish kerak emas ekan, dorilarni vaqtida ichish kerak ekan. Siz bu ularga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi? O'zingizni hayotingizdan kelib chiqib, mana boya aytib o'tdingiz-ku. Quyoshda ko'p yurish kerak emas ekan, shuni bildim deb. Shunga o'xshash yana nimalarni ayta olasiz tomoshabinlarimizga? Tomoshabinlarimizga ham endi bu quyosh nuridan sal ehtiyot bo'lish kerak ekan. Achchiqdan ehtiyot bo'lish kerak ekan. Shu endi asab saqlash kerak ekan. Asab buzildimi, asabsizdan qo'shilib bu ham buzilar ekan. Sal tinchroq bo'lish kerak ekan. Ancha-muncha narsaga ahamiyat berish kerak emas ekan. Hamma narsani o'zimizga olib ichimizga yutaverish. Endi erkaklarda haqiqatda bo'ladi. Ko'pchilik bemorlarimiz bilan men ko'proq o'sha erkak bemorlarimiz bilan suhbat qilamiz, akalarimiz bilan, ukalarimiz bilan mana shu narsadan siqiluvdim, stress bo'luvdi.
mana bunday ishlarimiz orqaga ketuvdi, shuni o'ylab shu narsa bo'lyapti deb haqiqatda biz erkaklar nima qilamiz? Ichimizga yutamizda. Ichimizga yutamiz. Lekin hamma narsani ham o'zimizga olavermasdan davolanish kerak. 100% tuzalganingizdan so'ng yana bir bora kelasiz, Xudo xohlasa, yoki biz o'zimiz boramiz, taklif qilsangiz, yana bir siz bilan suhbatlashamiz. Aynan tuzalish jarayonlari yana 100% tuzalib ketganingizdan keyin tomoshabinlarimiz ko'rishsin, bilsin haqiqatda davosi bor ekan, bilsak bo'lar ekan deysin. Tavsiya qila olasizmi? Tavsiya qila olmayman, tavsiya qilaman. Tavsiya qilaman. Chunki men buni haligi atayin haligi bir haligi o'rishayotgan naymniy bir aktyor emasman men. Menga misol zararlanmasdan men atay odamlarga motivatsiya bo'lsin deb turib kelgan joyim Qirg'izistonga keldim. Shuncha yo'l bosib atay haligi odamlar ko'rib bir ishonsin deb. Men taniganlarim mana shuncha bo'lsa kerak. Men o'zim ustachilik qilaman, mashina o'ynayman men. Ko'pchilik taniydi meni. Sog' bo'ling, iloyim. Martabingiz bundan da ulug' bo'lsin. Rahmat. Bizda shunaqa gaplar, azizlar, mana yana bir bemorimizning sinovli hayotlarini, ichlaridan o'tgan kechinmalarini ko'rdik. Tuzalyaptilar, o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Sog'liq uchun to'g'ri, inson hech narsasini ayamaydi. Faqatgina to'g'ri mutaxassislarga, to'g'ri yo'nalishga borsangiz bo'ldi. Bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, videomizga like bosing, izoh qoldiring, bizni qo'llab-quvvatlang. Sizni shu kichkinagina harakatingiz vitiligo bilan kurashayotgan bemorlarga videomiz yetib borib, ularda yangi umid, yangi ishonch paydo bo'lishida yordam bo'lishi mumkin. Doimo yaxshiliklarda, yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.